Amerikalik Nikolay Monro TikTok platformasida ijtimoiy eksperiment o'tkazdirdi va bu butun Amerikada juda ham katta shov-shuvga olib keldi. Ya'ni u nima qildi? 2 oylik chaqaloq ovozini sahnalashtirib 20 ta cherkovga qo'ng'iroq qiladi. Mana shu mening chaqalog'imga sut kerak, yordam bering deyishadi. Lekin ular har xil bahonalar bilan buni rad etishadi, har xil qog'ozlarni to'ldirish kerakligini aytishadi. Bulardan tashqari musulmon masjidiga qo'ng'iroq qiladi. Musulmon masjidi esa hech qanday qog'ozlarsiz birdaniga rozi bo'lishadi va manzilini so'rashadi, yordam berishini aytishadi. O'sha paytda Nikolay Monro aytadiki, men buni ijtimoiy eksperiment o'tkazdirdim. Buni TikTok platformamga joylasam maylimi? Insonlar qayerga ehson qilayotganini bilishsin deb aytadi. Xullas, nega bu Amerikada juda ham katta shov-shuvga olib keldi? Buni ya'ni musulmon bo'lmagan inson chiqargani uchun ham bu Amerikada juda ham katta shov-shuvga olib keldi. Buni ko'rib musulmon bo'lganingizdan faxrlanib ketasiz.